Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlardan Telegram kanalimizda bu o'tadigan Mokontis tahlil ko'rib chiqamiz. Mokontis PDF faylini kommentariy bo'limida yoki Telegram kanalimizda topishingiz mumkin. Demak, ketib oldi. Birinchi savoldan boshlaymiz. Bir lotereyani qaranglar nima deyapti? Ko'rsatilgan qatorda qaysi birida faqat tub sonlar yozilgan debdi. Buni C javobda turibdi, qaranglar. Mana C javobda 2, 3, 5, 7. Tub sonlar topish muammo emas u. Demak, birga C javob. 2 ham qani kasrni sonda berishimiz kerak ekan. 14 taqsim 15 plus 5 taqsim 2 plus 3 taqsim 8 taqsim 7 kare 3 taqsim 4 plus 5 taqsim 10 ekan. Buni umumiy qilib berib olishimiz kerak ekan, to'g'rimi? Bunga nechtadan beramiz? 2 tadan, bunga 15 tadan, bungacha 3 tadan. Hisoblanglar. 28 75 9 112 Xo'p, qayda 112 taqsim mahraj necha bo'ldi? 30 mi? Ko'paytiruvdiysizlar. Mana qisqarsa 2 qoldimi? 2 kere 3 6. Pastda 7 qoladi. Plus hop 1 taqsim 2 yozib qo'ysak ham bo'ladi. Qani mana bu bilan qisqarib ketsa kerak. 16 qoladimi? Bu bilan qisqarsa-chi? 5. Demak 16 ni 5 ga bo'linglar. 3.2 mi? Bunga qo'shinglar 0.5 ta. 3.7 bo'lar ekan. Shunaqa olar ekanmi javobi? 3.7 taqsim 10 yoki edi. Ayda bo'lgan. Uchinchisi qayerda nima deyapti? 3 ta. Proporsiyani tashkil qiluvchi 4 ta sondan dastlabki 3 tasi 2, 3, 4 nisbatda debdi. Mana 2x bor ekan, 3x bor ekan, 4x bor ekan. Oxirgisi hozircha bizda yo'q. Qanaqadir z deb yozib qo'ydik. Bo'pti? Agar proporsiyaning birinchi va 4-xatlari yig'indisi deyapti. 2x bilan z yig'indisini aytyaptimi? Necha ekan? 32 ga teng bo'lsa, bu sonlardan kattasini topib bering. Proporsiya bo'lishi shart qanaqa edi? Ana, ikkita chekkadan ko'paytmasi, ikkita o'rtadan ko'paytmasi teng bo'lishi, proporsiya bo'lishi shunda. Shunda qala 2x kare z barobar 3x kare 4x. Z ne chiqargan? 12 ni 2 ga bo'lasizlar-da, 6x. Endi buni keltirib qo'yinglar qaylar. 2x plus 6x barobar 32 chiqyaptimi? 8x barobar 32 ga x teng 4 ga. Eng kattasini toping deganda, z bo'lyapti deganda 6x eng kattasi. Demak, z barobar 6x barobar 24 ga teng. Tushunarli? B javobi. Xo'p, 4 foiz masalasi ekan. Aytayapti ana 4 ta. 200 ning 20% ga deyapti, 150 ning 40% qo'shilsa debdi, yig'inda 400 ning necha foizga teng debdi. Bo'pti, oldin o'sha son hisoblangan qana. Aytayapti. 200 deyapti, 20% ga 20% qanday topamiz? 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Plus 150 ning 40% deyapti. 40 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Shuni qo'shsalaring natijalari 400 ning necha foizga teng deyapti, yig'indisi. Hisoblanglar qaynab, necha xona? Mamisi 40 qoladimi? Plus 60, 100 eganda. 100 400 necha foizini topish uchun shunaqa 4 dan 1 yoki 100 da 400 ga bo'lib 100 foizga ko'paytirib qo'yasiz. 25%. Tushunarlimi? Demak 4 C javobi. 5 qaynar. 5 ta nima deyapti? Ifoda ma'noga ega bo'lmaydigan debdi. Qani, mana shunday ifoda beryapman sizlarga. Ifoda ma'noga ega bo'lmaydigan x lar yig'indisini topishimiz kerak endi. Da, ma'noga ega bo'lmasligi nima degani? Aniqlash sohasi buzilyapti degani. To'g'rimi? Nechta aniqlash sohasi bor? Faqatgina mana maxraj 0 bo'lib qolsa buziladi, to'g'rimi vaziyatda, to'g'rimi? Shunda x - 2 teng 0 bo'lib qolganda, u ma'noga ega emas. Tushunarlimi? Lekin buni o'ylab qarasang, yana soddalashtirsam, yana bitta maxraj hosil bo'ladi unda. Ya'ni u maxraj beringlar. 3x - 6 bo'ladimi? 10 ga 12 qo'shinglar. 3x plus mana. Yana bitta maxraj hosil qoldimi? O'sha maxraj ham 0 ga teng bo'lgan payti yana ma'noga ega emas-da. Yana 0 ga teng qilamiz. 3x plus 6 barobar 0 ga, x teng -2. Shu ikkalasini yig'indisini topinglar deganda, -2 plus 2 barobar 0 ekan. Qaysi javob 0? B javob. Tushunarli? Yaxshi.
Olti qayna bolalar, ildizni hisoblashimiz kerak ekanda. Ildizda deyapti, ildiz ostida 4 minus 12 turibdi-da, u 2 ildiz osti 3 deganimi? Ko'paytiruv ildiz osti 3 plus 1 ekan. Mana shu ildizni hisoblaymiz kerak. Bundan nima chiqadi? Ildizda 3 minus 1 chiqadi, to'g'rimi? Qisqachalang. Mana ildiz ostida ildiz osti 3 minus 1 kare ildiz osti 3 plus 1. 3 minus 1 bo'lib qoladimi? 2 ni beradi. O'sha ildizda qolib ketdi. Ildizda 2 degan javob. A javobi. Xo'p, 7 deyapti. 7 da nima deyapti? X, Y, Z kattadan olgan ekan. X ham, Y ham, Z ham kattadan olgan. Ya'ni hammasi musbat sonlar ekanda. Bizdan hisoblash talab etilyapti. Qani ildiz osti X, Y plus ildiz ostida X, Z minusdan ildiz ostida X taqsim Z. Kare ildiz ostida Z taqsim X ekan. Buni bittadan ko'paytirib chiqsak bo'ldi-da, to'g'rimi? Muhammad Qodir qarang. Bu bilan buni ko'paytiramiz. X qisqaradimi? Ildizda Z Y qolib ketadi. Yoki Y Z. Plus bu ikkalasini ko'paytirsak X qisqaradi, Z ga ortib qoladimi? Undan Z o'zi chiqib qoladi. Minus 1 qolib ketarganda. Bu tushunarli javob bor? Javob 8. 8 nima deyapti? Sinus alfa barobar deyapti 0.6 ga. Xo'p. Shuni hisoblab beringlar deyapti ekanda. Bo'ldi, sinus alfa o'rniga 0.6 qo'yaveraylik. Nima qilibdi mana? 0.6 plus 0.6 ning kvadrati qoladimi? 0.6 ning kubi. Mana ketyapti endi qaranglar. 0.6, 0.1 oralig'idagi son. Uni qancha katta darajaga ko'tarib boraversak, kichiklasib boraveradi. Ya'ni cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya bo'lib qolgan. Shunda B1 nechiga teng? 0.6. Q nechiga teng? Bu ham 0.6 edi, to'g'rimi? Formulasi qanaqa edi? B1 taqsim 1 minus Q. Demak 0.6 taqsim 1 dan 0.6 endi. 0.4. 3 taqsim 2 qolar ekan, to'g'rimi? Yoki 1.5. Demak 1.5 degan javobimiz D ekan. 9. To'qqiz ishladinglarmi? Jarayon nima qildik? De. Oldin men so'ralayotgan narsasini, yo'q, mayli, bu tomon birdan ko'rib ko'tarsak ham bo'ladi. Ikki tomonni ko'rib ko'taramiz. A kvadrat taqsim 4 plus 2 kere A taqsim 2 kere 2 taqsim olib qoladimi? Plus 4 taqsim A kvadrat. Shuni necha ekan? 25 edi. Endi qaranglar. Mana bunda A bilan A 2 bilan 2 qisqarib ketadimi? Mana bu 2. Faqat 2 qolib ketadi u. U 2 ni tenglik to'g'ri olib kesib qo'yamiz. Yo'qda 23 qoldi o'zi. Endi bu bilan bunga umumiy makhraj beringlar. Bunga A kvartdan berasizlar. A ni 4 dan chiqib qoladimi? Bungacha 16. Makhraj nima bo'lib qoldi? Shu necha deng bo'ldi? O shuni so'rayapti, qani? Tushuntiraymi? Tushunadi? 23 chiqib qoldi. Demak 9 ga B javobi ekan. Noto'g'ri tengsizlikni ko'rsatib beraylik debdi. Qani, birinchi haqida gapiryapti-da, argsinus funksiya gapiryapti. Argsinus qanaqa funksiya edi? O'suvchimidi, kamayuvchimidi? O'suvchi edi, to'g'rimi? Ya'ni u nima degani? Katta son qo'ysang, javobi ham katta chiqadi degan. 0.4, 0.39 dan kattami? Javobi ham katta chiqadimi? Demak, bu to'g'ri. Tushundingmi? Endi qaranglar, bizda hozir B javob to'g'ri, S bilan D ni xatoligini ko'rsatib beraman, qaranglar. S javobda aytayapti. Arctanginus 6, kichkina deyapti, arctanginus 7.9 dan. Tanginus ham o'suvchi-da. Katta qiymat qo'ysang, natija ham katta chiqishi kerak. Mana 7.9 qo'ysalar, 6 qo'yganimizdan katta javob chiqadimi? Demak, bu ham to'g'ri. D sini ko'ramiz. Arctanginus.
arka tangi o'ndan. Arka tangi qanaqa edi? Kamayuvchi edi. Ya'ni kichkina qiymat qo'yganlaringda katta javob chiqaradi undan. Mana 0.72 qo'yganlaringda 7.2. 7.2 qo'yganimizda 10 dan katta chiqaryapti-da. To'g'ri-da bu ham. Faqat qaysi noto'g'ri? B javob noto'g'ri. Ark kosinus turibdi. Kim tushunmay qoldi? Tushundiga Eldor? Yaxshi, 11 qaramaymiz shu yerga. X ning kvadrati qo'shilgan modulda x minus 2 taqsim x ning kvadrati algan 3 dan modulda x minus 10. Ikkisi yo'q teng olgan. Nima qilamiz? Hali x kvadrat degani modulda x dan qo'shib qilsak bo'ladi, o'shani to'g'rimi? Shunda necha bo'ladi sizlar? Minus 1 bilan, 1 bilan 5 ta. Ya tepang. Modul x minus 1 bilan modul x plus 2 bo'lib qoladimi? Pastchi. Modul x plus 2 modul x minus 5. Kichikroq oladi. Tushunarli? Mana bu ikkalasi qisqarib ketadi. Musbat qisqartirsa bo'ladi, to'g'rimi? Endi mana bu nolga tenglashtirsalar x ni chiqadi. Plus minus 1 chiqadi. Bundan plus minus 5 ga teng emas chiqadi, to'g'rimi? Orqa qo'ysalaring, birinchi minus 5 ga kirmaydi qilib olasizlar. Minus 1 chi kiradi. 1 ham kiradi, 5 kirmaydi. Mana. Plus minus. Mana bu ro'yxatga keldi, to'g'ri? Shunda javob qani? Minus 5 dan minus 1 gacha, 1 dan 5 gacha. Bunda 8 ta javob bor ekan. 8 ta butun javob bor vaqtda. 8 ta javob B javobda. Tushunarlimi? 12 arifmetik proyeksiya. Arifmetik proyeksiya ham doim tushadi imtihonda. Hamda S11 dan S10 darsalaring 14 deb bersa deyapti, S16 dan topinglardi. Bo'ldi, S6 dan S5 darsalaring nima beramiz? A6 ni beradi, to'g'rimi? A6 yozib olasizlar, necha ekan? 12 ga. Bundan buni darsalaring A11 deb beradi. Shu 14 ga ikkiraz ayirib yuborsalaring 5 ta D beradimi? Qo'sharsak 1 A1 plus A1. Haqiqatan ham. Qo'shib olinglar. 26 chiqargan, to'g'rimi? 1 bilan 6 bilan 11 ni qo'shsalar 17 yu. S16 da 1 bilan 16 ni qo'shasizlar-da oxirida. O'zi kelib qolar ekan tayyor. S16 barobar qani? A1 plus A16 taqsim 2 kere 16. Mana buni 10 ga indeksiyasi 17 yu. 12 ham 17. 12 26 yozsam bo'lar ekan, demak. 26 kere taqsim 2 kere 16. 26 kere 8. Necha bo'ladi endi? 208. 208. Bejavob. 13 dahshatli savol. Ana shuni bilaman. Kimda chiqdi 13? Ildirsang 13. Qani? Nima bo'layapti ekan? Tepada ikkini darajalar ketyapti-da har biri. Birinchidan to 50-gacha mahrajdachi hammasi 3 ekan. To'rtburchak qismi degan butun qismini chiqarib beradi. Tushundingizmi? Endi qani buni qilamiz. Bitta qoidacha bor-ku. Qani? Javob qarab turamiz. Sonni butun qismiga kasr qismini qo'shsalaring sonni o'zi kelib chiqadi. To'g'rimi? O'sha qoida to'g'rimi? Siz butun qismi berilgan u. O'sha butun qismini bu orqali topamiz qani. Butun qismi x degani sonni o'zidan kasr qismini ayirasizlar degan. Shunda qani, men buni qilsam bo'lar ekanda. 2 taqsim 3 ayrilgan kasr qismini 2 taqsim 3. To'g'rimi? Plus bo'lichi 4 taqsim 3 ayrilgan kasr qismida 4 taqsim 3. Plus buni 8 taqsim 3 ayrilgan kasr qismida 8 taqsim 3. Keyingi turgan 16 taqsim 3. Xuddi shunaqa ketadi. Oxiri 2 ni 50 taqsim 3 dan ayrasi kasr qismida 2 ni 50 taqsim 3 da. Xo'p, qani.
Mana bu sonliklar hammasi alohida bitta yig'iladi, alohida sonliklar. Nima qiladi o'shanda? 2 ning kvadrati, 2 ning kubi, boqigacha eng oxiri 2 ning 50-gacha boradimi? Taqsim 3 minusdan deysizlar. Hammasi minus chiqarib yig'imiz qilib ketadi, hamma kasbliklar. Endi qara. 2 taqsim 3 dek kasr qismini nechaga teng? 2 taqsim 3 o'ziga tengda, o'zi 0 ga ortadi, to'g'rimi? 2 taqsim 3 plus 4 taqsim 3 kasr qismi nechaga teng? 1 taqsim 3. 1 plus 1 taqsim 3 degani bu kasr qismi 1 taqsim 3 chiqadi. Keyingi 8 taqsim 3 nechaga teng? 2 plus 2 taqsim 3 degani bu. Shunday kasr qismi 2 taqsim 3. Keyingisi 1 taqsim 3. Mana shunga ketaveradi. Tushunarmi? Keyingisi yana 2 taqsim 3 bo'ladi, keyingisi yana 1 taqsim 3 bo'ladi. Xuddi shunaqa qoladi. Shunaqa qoladi. Endi qara, mana bu ikkalasi qo'shsak ne chiqadi? 1 da, bu ikkalasi 1. Har ikkitasidan bitta 1 chiqaverar ekanda. Jami 50 tadan 25 ta 1 chiqadi. Tushundingmi? A bu nima bo'ladi tepasi? Geometrik progressiya. Xo'p, buni yozib olishlik. 1 nechaga teng? 2. 2 ni 50-ginchisi minus 1 bo'ladimi? Mahrajdachi 2 minus 1 kare mana 3 ni emas qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Ayru 25. Shunga 25 chiqadi. Shunda bu 1 bo'lar ekan, yo'q, 3 bo'lar ekan. Buni ko'paytirib chiqinglar. 2 ni 51-si minus 2 taqsim 3 ayru 25 bo'lar ekan. Buni mahraj beringlar. 2 ni 51-si minus 77 bo'lib qoladimi? Taqsim 3. Tushundingmi? Ajoyib edi. Yaxshi oldi. 14 zo'r savol. Ana, uchburchak belgilayapti sizlarga. Mana A, B, C ga teng ekan. Hamda deyapti, men G nuqta bor ekan, medianlar kesishgan nuqta. Oxirgi markazni berganda, u medianlar kesishgan nuqtalar bo'ladi. Kimni kesma tushiryapti bu yerga? Ya'ni medianlar. Shuni tutashtirsak, mana bu 90 gradus ekanda. Shunda bizga berilgan ma'lumotlar 15 ga teng, mana bunisi 20 ga teng. Sizlardan so'rayapti SGB yuzasi. Mana bu yuzani topishimiz kerak ekan. Tushunarlimi? Savol chat. Boshqa hech qanday shart bermagan, qani. Kim ishladi buni? 14. Mana Muhammad Qodir nima ish qildi? Davom etiravering, yaxshi qarang. Men medianamida mana chegani, shu yana bu yoqqa davom etiraversizlar. 2 1 nisbati bundan medianlar kesib nuqtasi. Bu 20 bo'lsa bu tomoni 10. Qani, mana to'g'ri burchak uchburchak qolyaptimi? Shunda mana 10 to'g'ri burchak uchburchak medianasi bo'lyapti. U gipotenuzdan yarmiga teng bo'ladi. Shunda bu tomon necha qoladi? 20. Qani, 20 15. Pifagordan mana bir topib olsak bo'ladimi? X deb turinglar qaydan. X kvadratiga 15 kvadratni qo'shsalaring 20 kvadrat kelib chiqadi-da, to'g'rimi? X ning kvadrati barobar 400 dan ayirasizlar 225 da. 175. X ne chiqadi? 537 ekan. Endi mana bu 537 ekan, to'g'rimi? Qani, A, J, C uchburchak yuzasini topsak bo'ladimi? To'g'ri burchak uchburchagu X ga 15 ko'paytirib 2 bo'lamiz-da, to'g'rimi? X ga yozamiz 537, 15 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 70 537 taqsim 2. A, B-jasini qanaqa topamiz? Da, молодец, qani. Mana bu yuzani esitsalaring. A, bu ham S bo'ladi-da. Medianlar kesgan nuqtaning 3 ta teng yuzayi bo'ladi-ku. Tushundingmi? Buni topdik, bu ham o'shanga teng. O'shanda shtrixlangan soha ham bunga teng bo'ladi. 75 + 7 2. D javob. Hamma tomonini topishdi. Hamma tomon? Hamma tomonini topdi. Keyin oxirida ezillik narsalar bo'lib ketdi, ezilib qoldi, o'sha izini topishdi. 15. Mana shunisi 10 yuzasida 11 chiqdi. Ha, 5. Ana, shu tengnaman deyapti, bitta ildizi bor ekan, o'sha x0 ga teng ekan. Tengnaman ildizi. Shunaqa bo'lsa deyapti, x0 ning kvadrati algan 5 ta deyapti, 7 ta x0 ga bo'linglar debdi. Qanaqa usulda ishlaringlar? Kvadrat tengnaman qilib ildizdan topib o'tirmaylarmi? Topinglar, yaxshi. Hali x2 ni x0 ga keltirib qo'yasak bo'ladi, to'g'rimi? x0 ning kvadrati algan 3 ta x0 ayro 5 barobar 0 bo'lib qoladimi? 3 ta x0 ni o'rtadan o'tkazinglar.
Yo'q, mana bunday yozib qo'ysak bo'ladi. Mana bu ifoda mana bunga tengda mana. 10 ga 3 ta x0 keltirib qo'ysak bo'ladi. Shunda 3 ta x0 taqsim 7 ta x0. 3 taqsim 7 qolib ketadi. Tushunarli? Oson qoladi bu. Javob. 16. Logaritm ekan qanday? Uzosida 102 minusdan 101 bo'libdi-da. Nima qilamiz? Asosini bir xil qilib olishimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu 0 degani shu asosga ko'ra 1 deganda, to'g'rimi? Logaritm uzosida 102 asosga ko'ra ayrilgan uzosi 101 teng 1. Endi qanday? Asos 0 bilan ortami, 1 dan kattami? 0 bilan ortadi. Mana 102 degan 10.3 mi? O'zi 10.2 mi degan. Aytsang 0.1 qolyapti. Demak, tashlab olgan paytim sinus ishorasi almashib qoladi. Tushundingmi? Buni qanaqa qilishimiz? Bir marta o'zicha, bir marta minus 2 dan katta qilishimiz. X + 2 kichik yoki teng 1 dan, x kichik yoki teng minus 1. X + 2 katta yoki teng minus 1 dan, x katta yoki teng minus 3. Demak, minus 3 dan katta tomon va minus 2 dan minus 1 gacha. O'rtada bitta javob olmasligimiz kerak. Mana bu musbat-ku. Lekin x + 2 nima bo'lsa kerak? Teng emas holga, x teng emas minus 2 ga. Shunda qaysi javob bo'lyapti? C javobmi? Mana o'zi minus 3 bir oraliq chiqadi o'zi, to'g'rimi? Faqat o'rtada bitta minus 2 ni olmasligimiz kerak ekan. Minus 3 dan minus 2 gacha, minus 2 dan minus 1 gacha. C javob ekan. Demak, keyingisi 17. Ikkini aynish 9 ga teng ekan qani 17 da. 3 ta b'nisi 25 ga. 5 ta c'nisi 8 ga teng ekanda. Shundan bo'lsa a bo'lsin topib bering debdi. Uchasini ko'paytirmasdan so'rayapti. Har birini topib chiqdingmi? Ani topib olsalaring. Nimaga teng bular? Logaritm 2 asga ko'ra 9. 9 degan 3 kvadratimi? 2 oldinga tushsa, 2 ta logaritm 2 asga ko'ra 9 qoladi. Tushunarli? Bir nimaga teng? Logaritm 3 asga ko'ra 25. 25 5 kvadratimi? 2 ni oldinga tushib oladi. 2 ta logaritm 3 asga ko'ra 5. Sesini qaynadi. Logaritm 5 asga ko'ra 8. 3 ta logaritm 5 asga ko'ra 2. Hammasini ko'paytirasiz. Xo'p, mana 2 ta logaritm 2 asga ko'ra 3. 2 ta logaritm 3 asga ko'ra 5. Ko'paytirib 3 ta logaritm 5 asga ko'ra 2 bo'lar ekan. Shunda hisoblaydiganlar bormi? Qani, maqsadib kelsak bo'ladi 3 bilan 3 ta. Mana 5 bilan 5 ham hisobladi, 2 bilan 2 ham hisob ketadi. Shunda 12 qolib ketar ekanda. Demak, 12 bizda C javob ekan. Tushunarlimi javob? Savol yo'qmi? Yaxshi. Xo'p, 18 da funksiya berilyapti mana. f(x) funksiya berilyapti. 8 ta cosinus kvadrat 2x ekan, plusdan 3 ta sinus 4x ekan. Funksiya qiymatlar sohasini topib bering debdi. Ya'ni ifodamiz bor-ku, a cosinus kx plus b sinus kx. O'shanga olib kelish kerak, to'g'rimi? Uchun 4x bo'lsa, bunisi ham 4x bo'lishi kerakmi? Bo'ldi, kvadratdan tushirib olamiz-da, qaylan. 8 ta 1 plus cosinus 4x taqsim 2 ni beradi. Qo'shilgan 3 ta sinus 4x. Olib chiqinglar. 4 ta cosinus 4x, 3 ta sinus 4x. Qanaqa bo'ladi javob? Ilzosida bunaqa edi, to'g'rimi? 4 c dan ayirasizlar, ilzosida 4 kvadrat plus 3 kvadrat. 5, to'g'rimi? Shundan 4 plus 4 kvadrat plus 3 kvadrat. 5. To'g'ri hisobladingmi? 25 dan chiqaradi. Jarayon tushundingmi? Shunda qancha olib qoldi? -1 u 9 oraliq. Demak, -1 u 9 oralig'i a javob degan. Voy bo, 19 so'rashingiz kerak ekan. 19 mana shu amalda beramiz hozir. Qani, birdan umumiy maraj berib tepaga chiqarib beraman-da. Shunda tepada a ko'p hosil qoladimi? Magrajdachi a kvadrat minus b kvadrat. Kelishdikmi?
minusdan b ko'p taqsim a kvadrat minus b kvadrat. Bo'lingan. Qayda nima turibdi? Va bunga ham umuman bera olinglar. A kvadrat plus AB plus B kvadrat taqsim A kvadrat B kvadrat bo'lib qoladi. Hamma uchun nima maxraj berilganiga? Bo'lish va soddalashtirishimiz kerak ekanda. Maxraj bir xil. A ko'p minus B ko'p bo'lib qolyaptimi? U nima bo'ladi keyin? A minus B bo'ladi. A kvadrat plus AB plus B kvadrat bo'lib qoladi. Pastda mana ikkita ajraladimi? A minus B, A plus B. Xo'p. Mana ko'paytirib olaylik endi qani. A kvadrat B kvadrat taqsim A ning kvadrati plus AB plus B ning kvadrati. Shunda qisqarganlar bu bilan bu qisqarar ekan, bu bilan bu qisqarar ekan. Bizda qo'yib ketarkan oxirida A kvadrat B kvadrat taqsim A plus B. B javobi. Kimda savol bor? Ana shunda yaxshi. 20 dan davom etamiz. 20 ichma-ich hosiliga qani f 2x plus 1 deyapti. Barobar 4x kvadrat ayrilgan bx plus 5 degan. Shartda aytyapman f 3 teng 3 ga teng bo'lsa f dan bitta olsa shu hisoblamayman. Hosilasini topinglar deyapti. Hosila olamiz bu. Demak, qani ichma-ich hosila bo'lar ekanmiz. Birinchi katta funksiyani olinadi. Ya'ni f dan bitta hosila f ichida 2x plus 1 turibdi. Tushunarli? Ko'paytiruv ichidan ham hosila olasiz. Endi bu funksiyaga keldik qani. F dan bitta hosila 2x plus 1. Ko'paytiruv 2x plus 1 dan ham bitta hosila olasiz. O necha bo'ladi? 2 bo'lib qoladi. Shu necha teng ekan? 8x minus b ga. Xo'p, shunda biz nechani topish kerak? 3 dami? O'ch x o'rniga necha qo'yish kerak? 1 qo'yish kerak, to'g'rimi? 3 hosil qolishi. Shunda qani f dan bitta hosila ichida f3 hosil bo'lib qolyaptimi? Ko'paytiruv yana bitta f3. F dan bitta hosila 3. Ko'paytiruv 2 barobar 8 minus b. Qani mana f3 o'zi nimaga teng edi? U yana 3 ga tengmidi? Uning uch o'sirlari. Bu ham f dan bitta hosila 3 bo'lib qoldi. Bu ham f dan bitta hosila 3. Ikkalasini ko'paytirsang kvadrat bo'lib qoladi. Shuni kvadrat teng ekan 8 ayrı b taqsim 2 ga. Uni topish uchun b yo'qda faqat. Tushunarli? De tepadagi funksiyaga x o'rniga 1 keltirib qo'yamiz. O'shadan b ni topib olamiz. Bunga 1 keltirib qo'yinglar x o'rniga. Hali f qavsida f3 hosil bo'lib qoladimi? Barobar 1 qo'yib chiqamiz. 4 ayrı b plus 5 ga. f3 o'zi nimaga teng? 3 ga teng. 9 ayrı b ga. f3 o'zi yana 3 ga teng. B ni chiqar ekan? 6 endi. Shuni keltirib qo'yamiz. 8 ayrı 6 taqsim 2. 1 chiqar ekan oxirida. Shunda f dan bitta hosila 3. Plus minus 1 chiqdimi? Yaxshi, qaysi javobda plus minus 1? A javob ekan. 21 tenglamay ekan. Teng olganda, to'g'rimi? Qanaqasiz? Faqat suratni olgan teng bo'ladi o'zi. Boshqa iloji yo'q qani. Faqat suratni olgan tenglashtirasiz mana x kvadrat. Ayrilgan 10x plus 21 teng ekan 0 ga. Necha qilingizlar? Bittasi 3, ikkinchisi 7. Aniqlarimiz sohalarga qarab qo'yishimiz kerak. Mana ilzosi esa nima bo'lishi kerak? 6 minus 2 katta 0. X ni 6 dan. Shunda mana bu javob chiqib ketamiz birinchidan. Ikkinchisida mana nima bo'lsa kerak? 0 ga teng bo'lsa kerak. Teng emas 64 ga. X teng emas. Bunisini ham olamiz kerak ekan, to'g'rimi? Shunda bo'sh to'planib qolar ekan. Tushunarlimi? Xo'p. 22. Tengsizlikning sistemasining eng katta va eng kichik butun yechimlar ayirmasini topib bering. Qayda x kvadrat minus 3x minus 10 bo'ladi. Demak x minus 5, x plus 2 deganim u kichikdan 0 dan. Xo'p. Bunisi 1 taqsim x minus 2, x minus 6 degani. Kichik yoki 0 ekan. Qanaqa hisoblaymiz? Ikkalasini oralig'ini Qisqartirsam bo'ladimi? Bo'laveradi. Faqat x teng emas -2 deb yozib qo'ysalaring bo'ladi. Tushunarli? Qisqartirib yubordim. Faqat x teng emas -2 ga.
Shunda qala, uni qaysi javob chiqadi? 5 dan kichkina javoblar chiqadi, to'g'rimi? Endi bunda nima chiqadi? 2 yu 6 oralig'i chiqadi, qani mana. Mana bu yerda 2, mana bu yerda 6. Ikkalasi oraliq mana bu bo'ladimi? Ikkalasi ustidan kesishgan joy 2 5 oralig'i degani. Nimani toping degani? Eng katta eng kichik yechimni ayirmas. O'zi ikkita butun javob bor ekan. Bittasi 3, bittasi 4. 4 dan 3 dan ayirasizlar 1 bo'lar ekan. 22. C javob. 23. X kvadrat ln x kub plus 1 taqsim x kub plus 1. 23 kim ishlatdi? Qanaqa sen javob? Biz deb qarasam javobda bitta kvadratli turgan ekan, o'sha kvadratni olib ketdim. Chunki qala, bu birliklash kiritish usulida bittasini birlash kiritib, bir marta hosil olgan paytim qolgan funksiyalar berib qoladi. O'zi mana qala, mana e'tibor bersanglar, elimda ichida x kub plus 1 turibdi-da. Keyin mahrajda bir taqsim yana o'sha narsa hosil qilyapti. Demak, elindan hosilda bir taqsimlik bo'larmidi? Esdami? O'shaning uchun qala mana ln x kub plus 1 ni k deb birlashtirib turamiz. Kelsin. Ikki tomondan hosil olamiz. Hosil. ln x hosilasi nimaga teng? 1 taqsim x kub plus 1 ga teng, to'g'rimi? Faqat murakkab bu x kub plus 1 dan ham hosil olasizlar. 3x kvadrat. Ko'paytirib dx, to'g'rimi? Hosil olganimizni bildirishimiz. Shu nimaga teng? dt ga. T tomonidan hosil olganimiz. Endi qala mana sizlarda mana x kvadrat taqsim mana x kub plus 1 va dx turibdi. Sizlarda mana x kvadrat taqsim x kub plus 1 dx. Faqat 3 ortiqchada. O'shancha 3 ni bu yoqqa o'chiransizlardan bu yoqqa bo'lishga boshlaysiz. Hamma tushundimi? Endi qani integralni keltirib yozaman. Mana buni o'rniga nima yozayotgandim? T yozayotgandik. Qolgan hammasi o'rniga dt taqsim 3 yozasizlar. Tushundingmi? Mana bir taqsim 3 oldinga chiqa oladigan son. T dt bo'lib qolyapti. T dan integral t kvadrat taqsim 2. Shunda 3 bilan t kvadrat taqsim 6 bo'lib qoladi. T nima edi o'zlariga? ln ga ketdi. Demak, ln kvadrat x kub plus 1 taqsim 6 plus c hosil bo'lib qoladi. Bormi shu javob? Demak, B javob. Tushunarli? 24 chiqarmagan buni. Amalga oling. Savollar boshlangan. ABC to'g'ri burchakli uchburchakda CD va CMlar mos ravishda gipotenuzaga tushirilgan balandliklar ekan. A, B, C. Demak, C to'g'ri burchakli ekanda. CD va CMlar mos ravishda gipotenuzaga tushirilgan balandlik va mediana. Mana bu balandlik bo'lsin CD, mana bu mediana bo'lsin CM. Xo'p, nima deyapkanlar? Agar ABC uchburchakning katetlari 60 va 80 ga teng bo'lsa, 60 va 80 ga teng bo'lsa, CDM uchburchakning tomonlarini topib bering debdi. 100 bo'ladi. Uchburchakda mediana yarim bo'ladi. H bu 60 dan 80 ko'paytmasini De. Mana h topolsa bo'ladi, to'g'rimi? 60 80 bo'lsa, birinchi bu tomon 100 bo'ladi. H qanaqa topasizlar? 60 ga 80 ko'paytirib 100 ga bo'lasizlar-da, to'g'rimi? 60 kere 80 taqsim 100. 48 ekan bitta tomonlagi. Qolgan qanaqa topamiz? M 100 yarim bo'ladi. Mediana 90. Mana bu yer 50. To'g'rimi? Xuddi shunaqa bu tomoni ham 50 bo'ladi. Mana bu yerdan topolsak bo'ladi, to'g'rimi? Siz medianani topib bo'ldi. Mediana 50 ga teng oladi. Javoblarda ikkita bor ekan. 48 dan 50 ta bor ekan. Javobda 48 dan 50. Mana mediana 50 ga teng to'g'ri, haqiqatan. Mana o'zi 100 bo'lsa, mana 50 bo'ladi-yu. U nima kerak undan topish? Javobda 50 48 bo'lsa, qani Pifagor sonlari bu ham 14 bo'ladi bu tomon. To'g'rimi? Mana 2 ga bo'lib eslang, qani 2 ga bo'lsalar, bu 25, bu 24 bo'ladi. 25 24 7 bo'ladi Pifagor sonlari. 2 ga bo'lib denglar-ku, qaytarib 2 ga ko'paytirib qo'yasiz. 14. Shuna tomonlari 48 50 14 ga teng. Tushunarli? B javob. 25 qanday? Tekislikdan 24 ga teng bo'lgan masofada nuqta olingan ekan. Mana bitta nuqtacha oldik, xo'p. Demak, balandlikni aytyapti, to'g'rimi, masofada. Shu 24 ga teng ekan. Tekislik ikki tomonga tushirilgan. Xo'p, ikki tomonga tushirilgan mana bunaqa.
Og'malardan birining uzunligi 26 ga teng. Mana bu uzunligi 26 bo'lsin. Ikkinchisining tekislikdagi pressiyasi 32 deyapti. O'zini aytmayapti. Pressiya ma'nosi bo'ladimi? Shu 32 ga teng ekan. Agar og'malarning pressiyalari o'zaro perpendikullar bo'lsa, deyapti. Demak, og'malar pressiyalar, men bilaman pressiyalari o'zaro perpendikullar bo'lsa, mana bu yerda ekan. To'g'rimi? 90 gradus ekan. Og'malarning uchlari orasidagi masofani topib bering debdi. Men bilan topinglar deyapti. Orasidagi masofani. Bu bitta Pifagordan chiqadi, faqat men bir kerak-da, to'g'rimi? Da, men ham 90 gradusmi? 26 bo'lsa, bu tomon 10. Bir x hisoblaring Pifagor. 10 ni kvadratiga 32 ni kvadratini qo'shasizlar. 1024 ga 100 ni qo'shinglar. 1124. X hisoblaring ildiz ostida 1124 ekan. Javob ekan. 26. Hali A va B to'rt chiziqlar berilgan. A to'rt chiziq. Demak, qana ikkita to'rt chiziq berilgan. Mana parallel ekan, to'g'rimi? A bilan B to'rt chiziq parallel. A to'rt chiziqdan A va B nuqtalari, bir to'rt chiziqdan esa C nuqta olingan debdi. Xo'p, bundan A nuqta olinglar, bundan B nuqta olinglar. Pastdan C nuqta olibdimi? Keyin nima deyaptilar? A B sining bisektrissasi deyapti. A B sining bisektrissasi. Mana bo'ladi bisektrissasi, to'g'rimi? Xo'p, A B sining bisektrissasi B to'rt chiziqni D nuqtaga kesadi. B to'rt chiziqni D nuqtaga kesib o'tdi mana. Xo'p, A va B da kesmalardan Y nuqtaga kesadi. Oho. A va B da kesmalar Y nuqtaga kesdi mana. Agar B desa 20 gradus, B desa 20. Mana 20 gradus bo'lsa, keyinchi B A 75 gradus. B A 75. A C B bir joy topib bering debdi. A C B. Men bir joy topishim kerak endi. Bo'lib qoladi, B burchi. Aha, yaxshi. Mana bisektriss edi-yu. Mana 20 bo'lsa, almashuvchidan bu ham 20 da, to'g'rimi? Bisektriss bo'lgani uchun bu ham 20. Qani? 75 20 qo'shilay nechib qoladi? 95. Mana bir joy 95 qoladi, to'g'rimi? Hamchilarmi? Endi alfa 95 20 qo'shilay 180 gradus. Demak, mana alfa plus 95 plus 20 180 gradusga teng ekan. Shunda alfa hisoblasalaring 65 gradus chiqargan. Qaysi javob? A javobi. 27. 27 yaxshi savol. Trapesiya beryaptilar. A B D C trapesiya beryapti. Hamda tepa tomon 14 ga teng ekan, pastki tomon 35 ga teng ekan. Asosiy parallel to'rt chiziq o'tkazyapti, qaranglar mana. Hamda bu nima ekan? 4 ga 3 ga nisbatan bo'lar ekan. Mana bu x topishim kerak ekan. Qanaqa qilsang, Muhammad hozir? Aha, parallel chiziq tortib olsak. Oson yechib qolamiz buni, qani. Deb parallel chiziq tortsalang. To'g'rimi? Bu 14 bo'lsa, mana bu ham 14 qoladimi? Bu ham 14 bo'ladi. Bu yerga qancha qoldi? 20 qoladi. Shunda qaranglar, bu 4 ga 3 ga bo'lsa, bu ham 4 ga, bu ham 3 ga bo'ladi, nisbat bir xil. X minus 14. Jami x dedi-yu, bu 14 dedi. Shunda mana bu tomon x minus 14. O'xshashda, to'g'rimi qaranglar? 4x da x minus 14 ga nisbati 4 ga ni. X minus 14 ga nisbat teng bo'ladi. Jami qancha? 7 ga ni 21 ga nisbat. Kala qisqaradimi? Bo'la qisqarsa 3 qoladimi? 4 kere 3 12. X minus 14, x ni chiqargan 26. Qaysi hisobda 26? B javobi. Tushunarli bo'ldi? Yaxshi. Qani, 28 to'plam masalasi. A to'plam teng deyapti. Mana x deyapti. X kvadrat katta yoki 15 dan va x natural son deb qo'yibdi. B to'plam beryapti sizlarga, qaranglar. Bu ham x ular uchun 2x plus 1 kichik yoki teng 17 ni qabul qilar ekanda. Va buni nima aytyapti? X tegishli natural son. To'plamlar berilgan. A va B to'plamlar kesishmasining qism to'plamlar sonini topib bering debdi. Ya'ni A bilan B ni kesishmasining qism to'plamlar sonini topishimiz kerak.
O'sha elementlar sonini topishimiz kerakmi? Qani, ana elementlari qaysi sonlarni oladi? 4 dan boshlab tekislikkacha oladi, to'g'rimi? Mana 15 dan katta bo'ladigan birinchi sonni ko'radi 4. Tushunarmi? Demak, qani, A to'plamga tegishli 4, 5, 6 va hokazo cheksiz son ketadi. Tushunarmi? B to'plamga qaysi sonlar tegishli bo'ladi? Mana 2x + 1 kichik yoki 17 tengsizlik ishlashdan kerak-da uchun. Shunday qilib, men ishlab qo'ysam. Kichik yoki 17 dan 2x kichik yoki 16 dan x kichik yoki 8 dan ekan. Ya'ni 1 dan boshlab 8 gacha oladi. Xo'p, A bilan B ni kesmas degani ikkalasida borni olishdan kerak. Shuni ikkalasida ham bor qaysi? 4, 5, 6, 7, 8 bor. Shuni qolgani yo'q. Hamma shuni. Demak 4, 5, 6, 7, 8. Qism to'plamlar soni qanaqa edi formulasi? 2 ni n-si. Nechta element bor? 5 ta, 32 ta bo'ladi qism to'plamlar soni. Tushunarli? Shunda qaysi javob bu? C javob ekan. Demak 28 ga C javob. X kvadrat ichida 15 dan deb ketdim. Bunimi? Modullar vektor barobar 2 ga hamda modullar B vektor barobar 3 ga teng ekan. Aytyapti qani, ikkita A vektor minusdan B vektorning kvadratiga qo'shsalaring A vektor plus B vektorning qavs kvadratini. Shu nima teng ekan? 32 ga. A va B vektorlar orasidagi burchak topishimiz kerak endi. Qanaqa edi uning formulasi? Kosinus alfa barobar D. A vektor bilan B vektor skalar ko'paytmasini ular modullar ko'paytmasiga bo'lish kerak. O'z modullar bor sizlarda mana 2 bilan 3 berib qo'yib. Faqat skalar ko'paytmasi kerak. U uchun mana berib qo'yibdi. Savol xato topasizlar deb. Tushunami? Bo'ldi, ko'rib ko'taramiz. Mana 4 ta modullar ko'rib ketadimi? -4 ta A vektor B vektor. Plusdan modulda B ni kvadrat. Buni oching. Modullar kvadrat plus 2 ta A vektor B vektor, to'g'rimi? Plus modulda B kvadrat. 32 ga teng. So'rashtiramiz qani? 5 ta, men bilan o'qisam 5 ta bo'lyapti. 5 ta modullar kvadrat minus 2 ta A vektor B vektor bo'lyapti. Xo'p, keyinchi plus 2 ta modullar B vektorning kvadrat. Shu necha teng ekan? 32. Buni keltirib hisoblaymiz. Buni o'rniga necha yozamiz? 2, buni o'rnigacha 3. Hisoblaymiz qani? 2 ga 4, 20 bo'ldi, to'g'rimi? Bu necha bo'ladi? 9, 18. 20 ga 18, 38 mi? 30 lang -6. -2 bo'lib yuboringlar. Hamma tushunda? E'lor tushundingmi oxirigacha? Endi qara, kosinus alfa qanaqa topamiz? O'sha skalar ko'paytmasi 3 ta. 2 kere 3 ga bo'lamiz, to'g'rimi? Ko'paytmasi. Shunda 1 taqsim 2 ekan, ya'ni alfa barobar 60 gradus chiqadi. Qaysi 60 gradus? A javob ekan. Xo'p, 30 da nima deyapti? 30 da. 30 bitta qo'ydan bo'lsa ketadi. F (x) jos funksiya deyapti. Xo'p. Gx tog' funksiya ekan. F -2 barobar 6 mana. F -2 barobar 6 ga teng ekan. Xo'p. G -2 chi 4 ga teng ekan. -4 ga. Va deyapti qayna bo'ldi va hx degan ifoda berib sizlarga. Hx barobar deyapti. 3 ta f (x) ayrilgan gx taqsim 2 ni berilgan bo'lsa h ekan topinglar dedi. Jarayonni o'tganmiz bularni. Juft topsa. Qani. H ekan topsa uchun x ni 2 qo'yamizmi? 3 ta f2 ayrilgan g2 taqsim 2. f2 nimaga teng qoladi? f2. Qani f2 juftu? F -2 ham f2 bilan 1 xil degani u. Tushunarmi? Ya'ni mana bu 6 ga teng degan. Shunda 3 kere 6 bo'lib qoladi. Qani. Gx tog' funksiya edi. Ya'ni g -2 agar -4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, g2 qanaqasi? Ya'ni 4 o'ziga teng bo'ladi. Tushunarmi? Ayrilgan 4 taqsim 18 dan 4 tanglar 14, 2 ga bo'lsalang 7 qoladi. 7 qaysi javob? D javob. Kim tushunib qoldi? Tushundiga? Yaxshi o'yinlar. 31 qana. Aynan tashqarisida K nuqtadan bitta aylantiz o'yinlar.
Shuni tashqarisida K nuqta bor ekanda. Shu K nuqtadan KAB va KSD kesuvchilar o'tkazilgan debdi. Ya'ni bitta kesuvchimiz o'tyapti, u A bilan B nuqtadan kesar ekan. Ikkinchisi C bilan D nuqtadan. Mana. Xo'p, qani sizlarga berilgan ma'lumotlar KA ni KS ga nisbati 1:2 nisbati ekan. KA ni KS ga nisbati. KA mana bo'lsa, KS bo'ladi, to'g'rimi? 1:2 bo'lsa bu x bilan bu 2x bo'ladimi? KS ni BA ga nisbati. KS qani? KS ni BA ga nisbati 2:15 ekan. Shunda bundan 15x bo'lib qolar ekanda. Buni bunga nisbati 2:15 bo'lgan ekan. Nimani topinglar deb. KD ni AB ga nisbatini topib bering debdi. KD to'lig'ini AB ga nisbati. O'zi SD kerakda, to'g'rimi? Bo'l qani mana SD ni y olib turinglar. Shunda x kerak. Jami qancha bo'ladi? 16x barobar 2x kerak y plus 2x bo'ladi. Bilamizmi formani? Demak, qisqarib ketadiganlar x bo'lsa 2 ga bo'lib yuboringlar. 8x qolyaptimi? Y chiqargan 6x. Demak, y teng 6x bo'lib qolsa, jami kd nechiga teng bo'ladi? 8x mi? Xo'p, o'sha a ga nisbatan so'raganda 15x. Bo'lib yuborni ikkalasini 8 tasi 15 qoladi. Yana B? D. Demak, D javob ekan. Xo'p, 32 nima qilamiz? Demak, 32 kamini so'ragan ekan. 10 kishilik guruhdan deyapti. 10 kishilik guruhdan qani. Mana 10 kishi bor sizlarda. Necha xil usulda guruh boshlig'i, uning yordamchisi va yana 4 kishi tanlab olish mumkin debdi. Demak, guruh boshlig'i tanlashimiz kerak ekan. Keyinchi uning yordamchisi va yana 4 kishi tanlab olishimiz kerak ekan. Qara. Birinchi guruh boshlig'ini tanlashimiz kerak, to'g'rimi? Sizlar imkoniyat guruh boshlig'ini tanlash uchun. Shunda 10 ta odamdan bitta tanlaysizlar, to'g'rimi? Boshda. Keyinchi ikkinchisida guruh boshlig'ini tanlab bo'linglar. Sizlarda 9 ta odam qoldi. 9 u 1 tanlaysizlar. Endi sizlar nechta qoldi? 8 ta odam qoldi. O qolgan 4 tasini tanlab olaveradi, o'sha 8 tadan. 8 u 4 qoladi shunda. Hamma tushundimi? Shu hisoblab qo'ysam bo'ladi. 10 ni 1 degani o'zi 10 chiqib qoladi. Buni hisoblaymiz. 9 faktorial taqsim 8 faktorial keladi, 1 faktorial. Bu ham 9 chiqadi o'zi. Bu necha bo'ladi? 8 faktorial taqsim 4 faktorial 4 faktorial. 10 9 buni hisoblanglarchi. 5 6 7 8 taqsim 4 faktorial necha beradi? 24 mi? Bu bilan muqsarsa 3, bu bilan muqsarsa 3 ekan. Shunda qiladi. 30 Değerli. 4 qildik, to'g'rimi? Bu bilan muqsarsa qancha bo'ladi? 2. 9 sarmada qoladi. 7 ga 9 63, 63 ga 100 bo'lib qolyapti-da. 6300 ekan. Bormi 6300 degan javob? C javob. Tushundinglarmi? Xo'p, qani. 33 da mana graf kelyapti. 33, 34, 35 o'zi doim graf keladi, eksponencial savol keladi, qani. 33-shartida nima deyapti? F at x barobar gx tengdan beringlar deyapti. Mana shuni masalasi kerak ekan. U nima degan? Ikkita graf nechta nuqtada kesishdi deganda, to'g'rimi? Shuni grafga qaraysiz, nechta nuqtada kesishyapti? Mana bitta, mana ikkita. Bu ikkitaga bor degan. Graf kesib ham bo'laverasiz. Ikkita. Qaysi javob? C javob. 34 ta nima deyapti? 34 shartida f at x kare gx teng 0 deyapti-da. Ikkita ko'payma kelib 0 chiqsa, har birini alohida 0 yetkazamiz, to'g'rimi? Demak, qani f at x teng 0 va gx teng 0 ikkalasi ham yechim. F at x ga qaraysizlar, nechta nuqtada 0 bo'lyapti? Mana bitta, mana ikkita, mana 3 ta. Bunisi bitta, ikkita, 3 ta. Jami 6 ta bo'layapti-da. O'zi 6 ta bo'layapti-da. Lekin men bitta nuqta nima? Ikkalasi uchun ham umumiyda. Ikkitalasiga kirib qolmasi kerak, bittalazda u. O'sha jami nechta qoldi? 5 ta bo'ladi. Tushunadimi? 5 ta qaysi javobda? D javob. 35 deyapti qanday? 35.
Tengizlikning eng kichik musbat butun yechimi eng katta manfiy butun yechimini aylang debdi. Xo'p, qani. Ko'paytmasida musbat bo'lish uchun qanaqa shart bajarish kerak? Ikkalasi ham musbat bo'lish kerak. Ikkalasi ham yoki manfiy bo'lish kerak. Lekin qara, undan ham usulda ishlab qo'ysa bo'ladi-da. Eng kichik musbat butun yechimidan eng katta manfiy butun yechim ayirish kerak. Qani, eng kichik musbat butun yechim nechi o'zi? 1 da, to'g'rimi? Shuni grafikga qarayapsizlar, mana 1 bo'lgan payti o'zi qanotlantiryapti mana. Mana bittasi 0 bo'lsa bo'ldi-da, javob 0 chiqadi. Demak, eng kichik musbat butun yechim nechi bo'ladi? 1 bo'ladi. Tushundingmi? Endi eng katta manfiy butun yechim o'zi nechi o'zi? Bor son -1 da, to'g'rimi? Qarasanglar grafikda, qarasanglar -1 ham turibdi-da. -1 ham qanotlantiryaptimi? -1 dan 0 ga ketyapti. Agar -1 bo'lmaganda -2 oladi. Demak, eng katta manfiy butun yechimi -1. Ikkalasini ayirib beringlar deyapti. Ayirsaring 2 qoldi. Tushundingmi? Javob tushundingmi? Demak, 2 degan javob ham C javobdir. Kimda savol bor? Hamma tushundimi? Yaxshi, mayli. Barchaga rahmat.